Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlar endi ayrim muassasalarga kiritilmaydi degan gap nimani anglatadi? Kimlar bundan xavotir olishi kerak? Kimlar esa umuman vahimaga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari, ya'ni har bir oilaga tegishli. Chunki ertaga ota-onangiz biror idoraga, shifoxonaga, banka yoki ijtimoiy muassasaga borsa, eshik oldida muammo chiqmasligi uchun tartibni oldindan bilib qo'yish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men qaysi joylarda kirish cheklanishi mumkinligini, qaysi holatda bu noqonuniy bo'lishini, qanday hujjatlarni olib yurish kerakligini va eshikdan qaytarishsa nima qilish lozimligini bosqichma-bosqich aytib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumot ko'p odamni ortiqcha sarsonlikdan saqlab qoladi. Avvalo eng muhim narsani aniq qilib aytaman. Pensioner bo'lgan uchun odamni hamma joydan qaytarish mumkin emas. Pensioner ham boshqa fuqarolar kabi teng huquqli shaxs. U davlat idorasiga murojaat qilishga, bank xizmatidan foydalanishga, shifoxonada davolanishga, dorixonaga kirishga, transportdan foydalanishga, sudga, mahallaga, pensiya jamg'armasiga, kommunal tashkilotlarga borishga haqli. Lekin so'nggi vaqtlarda pensionerlar endi bu muassasalarga kiritilmaydi. Ostonasiga ham qo'yilmaydi. Rasmiy taqiq chiqdi kabi gaplar tarqaladi. Men bunday xabarlarni ko'rganimda doim bir narsani tekshiraman. Gap haqiqiy umumiy taqiq haqida ketayaptimi yoki muassasa ishki tartibi, xavfsizlik talabi, sanitariya rejimi, navbat boshqaruvi yoki maxsus ruxsatnoma haqida ketayaptimi? Ko'pincha masala aynan shunda bo'ladi. Oldin ko'p joylarda tartib ancha erkin edi. Masalan, pensioner odam shifoxonaga borib, istalgan bo'lim eshigigacha kirib ketishi. Maktabga navrasini ko'rgani kelib, qorovul bilan gaplashib ichkariga o'tishi. Bankka kelib navbatsiz maslahat so'rashi yoki davlat idorasida tanishi bor bo'lsa, to'g'ri kabinet eshigiga borishi mumkin edi. Endi esa ko'plab muassasalarda kirish-chiqish elektron ro'yxat, navbat, ruxsatnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, yo'llanma yoki oldindan yozilish orqali boshqarilmoqda. O'zgarishning sababi bitta emas. Birinchidan, xavfsizlik masalasi kuchaygan. Ikkinchidan, kasalxona, maktab, bog'cha, ijtimoiy xizmat muassasalari kabi joylarda bolalar, bemorlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va xodimlar xavfsizligi ta'minlanishi kerak. Uchinchidan, ayrim joylarda tartibsiz kirish sabab hujjatlar yo'qolishi, navbat buzilishi, shifokorlar ishiga xalaqit berilishi, bank operatsiyalari maxfiyligiga zarar yetishi mumkin. To'rtinchidan, keksalarning o'z salomatligini ham himoya qilish kerak bo'lgan holatlar bor. Infeksiya tarqalgan bo'limlar, xavfli ishlab chiqarish hududlari, ta'mirlash ketayotgan binolar, yuqori kuchlanishli texnik zonalar shular jumlasidan. Demak, gap pensionerlar umuman kiritilmaydi degan qo'pol taqiqda emas, balki ayrim muassasalarga maqsadsiz, hujjatsiz, ruxsatsiz yoki belgilangan tartibni buzib kirish mumkin emas degan qoidada. Lekin amalda muammo shundaki, ba'zi qorovul, navbatchi yoki xodimlar bu tartibni noto'g'ri tushuntiradi. Siz pensionersiz, kirmaysiz deb aytib yuborishi mumkin. Mana shu joyda fuqaro o'z huquqini bilishi kerak. Men birinchi navbatda pensionerlarning o'zini tinchlantirmoqchiman. Agar sizda aniq ish bo'lsa, hujjatingiz bo'lsa, qabulga yozilgan bo'lsangiz yoki muassasa xizmatidan foydalanishga haqqingiz bo'lsa, sizni shunchaki yoshingiz sababli qaytarib yuborishlari mumkin emas. Masalan, siz pensiya bo'yicha masalani aniqlashtirish uchun tegishli tashkilotga boryapsiz. Pasport yoki ID kartangiz bor. Telefoningizda navbat raqami bor yoki mahalladan berilgan ma'lumotnoma bor. Bunday holatda pensionerlarga kirish taqiqlangan deyish mantiqsiz va asossiz bo'ladi. Lekin quyidagi holatlarda eshik oldida to'xtatishlari mumkin. Birinchisi, maxsus rejimli muassasalar. Masalan, harbiy qism, tergov izolyatori, yopiq arxiv, maxfiy hujjatlar saqlanadigan davlat bo'limi, ichki xizmat hududi. Bu yerga nafaqat pensioner, balki har qanday fuqaro ham ruxsatsiz kira olmaydi. Ikkinchisi, tibbiy muassasalarning ayrim bo'limlari. Shifoxonaning qabul bo'limi, poliklinika, dorixona yoki ma'lumotxona fuqarolarga ochiq bo'lishi mumkin. Ammo reanimatsiya, operatsiya bloki, yuqumli kasalliklar bo'limi, tug'ruqxonaning ichki zonasi, laboratoriyaning maxsus xonalari hammaga ochiq emas. Bu yerda yosh emas, sanitariya va xavfsizlik asosiy mezon bo'ladi. Uchinchisi, ta'lim muassasalari. Maktab, bog'cha,
kollej yoki litsey hududiga istagan odam istagan paytda kirib ketmasligi kerak. Pensioner buvisi nabirasiga ovqat olib kelsa ham u qorovulda ro'yxatdan o'tishi, kimni ko'rgani kelganini aytishi, ma'muriyat ruxsatini olishi kerak bo'ladi. Bu bolalar xavfsizligi uchun qilinadi. Men bolaning buvisiman, meni tanishadi degan gap doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. 4-si banklar va moliya tashkilotlari. Bank zaliga kirish mumkin, lekin kassaning ichki xonasi, xodimlar kompyuter ishlaydigan hududi, pul sanaladigan xona, kredit bo'limining ichki arxivi yopiq bo'ladi. Pensiya nafaqasini olishga kelgan bo'lsa, albatta xizmat ko'rsatiladi. Lekin u men menejer bilan ichkarida gaplashaman deb xizmat zonasidan o'tib keta olmaydi. 5-si ijtimoiy muassasalar, keksalar uyi, nogironligi bo'lgan shaxslar reabilitatsiya markazi, bolalar mehribonlik muassasasi kabi joylarga kirish tartibi qat'iy bo'lishi mumkin. Chunki u yerda yashovchilarning shaxsiy hayoti, sog'lig'i va xavfsizligi himoya qilinadi. Qarindosh bo'lsangiz ham belgilangan tashrif kuni vaqt va ruxsat talabi bo'lishi mumkin. Endi oddiy hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Masalan, 68 yoshli otaxon pensiyasining qayta hisoblanishi bo'yicha masalani bilish uchun tuman pensiya bo'limiga boradi. U ID kartasini, pensiya daftarchasini, mehnat daftarchasi nusxasini va arizasini olib borgan. Navbat orqali kiradi. Bu yerda uni pensioner ekaningiz uchun kiritmaymiz deyishlari mumkin emas. Aksincha, bu muassasa aynan shunday fuqarolarga xizmat ko'rsatadi. Ikkinchi misol, 72 yoshli onaxon nabirasi o'qiydigan maktabga tanaffus paytida kirib, sinf xonasigacha bormoqchi bo'ladi. Qorovul uni to'xtatadi. Onaxon xafa bo'lib, meni pensionerligim uchun kiritmadi deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida sabab pensionerlik emas, maktab ichki xavfsizlik tartibi. To'g'ri yo'l. Qorovulga kimligini aytish, sinf rahbariga qo'ng'iroq qildirish. Ma'muriyat ruxsati bilan kirish yoki bolani kirish joyiga chaqirtirish. 3-misol, 6 yoshli erkak shifoxonaga yotqizilgan turmush o'rtog'ini ko'rgani keladi. U to'g'ri palataga kirishni xohlaydi. Lekin bo'limda karantin rejimi bo'lsa, navbatchi shifokor kiritmasligi mumkin. Bu ham taqiq emas, vaqtinchalik sanitariya cheklovi. Bunday vaziyatda dori-darmon yoki kiyim-kechakni hamshira orqali berish. Shifokordan telefon orqali ma'lumot olish, belgilangan tashrif vaqtini so'rash kerak. 4-misol, 70 yoshli pensioner sobiq ish joyi bo'lgan zavodga kirib, eski hamkasblarini ko'rmoqchi. Avvallari tanish qorovul o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin. Endi esa zavodda xavfsizlik qoidalari kuchaygan, ichkarida texnika, kran, kimyoviy moddalar yoki maxsus kiyim talab qilinadigan hudud bor. Bu yerga ruxsatnomasiz kirish xavfli. Agar odam yiqilib tushsa yoki jarohatlansa, muassasa ham javobgar bo'lib qoladi. Shuning uchun to'xtatishlari mumkin. 5-misol. Pensioner bankdan plastik kartasidagi pulni olishga keladi. Unga operator xizmat ko'rsatishi shart, ammo agar u boshqa mijozlarning navbatini buzsa, xodimlarning ichki eshigidan o'tmoqchi bo'lsa yoki men keksaman, meni hamma joyga kiriting desa, bu nizo chiqarishi mumkin. To'g'ri yo'l, navbat raqamini olish, agar salomatligi og'ir bo'lsa, navbatchi administratorga men uzoq tik tura olmayman, imkon bo'lsa yordam bering deb murojaat qilish. Bu mavzuda eng ko'p xato qilinadigan nuqta shuki, odamlar kirish cheklovi bilan xizmat ko'rsatishni rad etishni bir xil deb o'ylashadi. Men buni alohida ajrataman. Agar muassasa siz ichki hududga kira olmaysiz, lekin arizangizni qabul qilamiz, ma'lumot beramiz, hujjatingizni ro'yxatga olamiz desa, bu tartib bo'lishi mumkin. Ammo siz pensionersiz, sizga xizmat ko'rsatmaymiz desa, bu mutlaq boshqa masala va bunday holatga jiddiy qarash kerak. Masalan, poliklinika binosiga kirishda niqob, baxili yoki navbat talabi qo'yilishi mumkin. Bu talab hamma uchun bir xil bo'lsa, normal holat. Lekin faqat pensionerlardan qo'shimcha hujjat so'rash, yoshiga qarab alohida kamsitish, keksalar kirmasin degan og'zaki buyruq bilan xizmatdan chetlatish to'g'ri emas. Yana bir nozik masala, vakillik. Ko'p pensionerlarning salomatligi yaxshi bo'lmaydi. Ular o'rniga farzandi yoki nabirasi hujjat topshirmoqchi bo'ladi. Ba'zi idoralarda oddiy hujjatlarni yaqin qarindosh orqali topshirish mumkin. Ba'zi masalalarda esa ishonchnoma talab qilinadi. Masalan, pensiya pulini olish, bank hisobini boshqarish, tibbiy ma'lumotlarni olish. Mulk hujjatlariga aralashish kabi holatlarda oddiy men uning o'g'liman degan gap yetmasligi mumkin. Notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjati kerak bo'ladi. Yana bir masala, pensionerlarning imtiyozlari. Ayrim joylarda
Pensionerlarga navbatsiz xizmat ko'rsatish, chegirma, bepul kirish yoki ustuvor qabul bor. Lekin bu ham hamma muassasada avtomatik emas. Masalan, muzeyda pensionerlar uchun chegirma bo'lishi mumkin. Ammo pasport yoki pensioner guvohnomasi so'raladi. Transportda imtiyoz bo'lishi mumkin. Lekin u ma'lum hudud, ma'lum toifa yoki ma'lum hujjat bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men pensionerman deyishning o'zi ba'zan yetmaydi. Imtiyozni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Eng xavfli holatlardan biri firibgarlikdir. Pensionerlarni endi idoralarga kiritmaydi. Shuning uchun hujjatingizni biz pul evaziga qilib beramiz deydigan vositachilar paydo bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga qat'iy aytaman. Hech qachon pasportingizni, bank kartangizni, PIN kodingizni, SMS kodini begona odamga bermang. Agar kimdir pensionerlar kira olmaydi. Men ichkarida tanishim orqali hal qilib beraman desa, darhol shubhalaning. Rasmiy xizmatlar odatda kassaga yoki davlat to'lovi orqali amalga oshiriladi. Pulni qo'lga berish xavfli. Yana bitta nozik jihat, og'zakirat javobi. Eshik oldidagi xodim mumkin emas desa, bu hali yakuniy qaror degani emas. Siz xotirjamlik bilan iltimos, qaysi qoidaga asosan kiritilmayapman? Mas'ul xodimni chaqirib bera olasizmi? Murojaatimni yozma qabul qilasizmi deb so'rashingiz kerak. Ko'pincha shunda vaziyat hal bo'ladi. Chunki oddiy og'zaki to'siq rasmiy asosga ega bo'lmasligi mumkin. Endi men aniq amaliy qadamlarni aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-ona bo'lsa, birinchi navbatda doimiy hujjatlar papkasini tayyorlab qo'ying. Unda ID karta yoki pasport nusxasi, pensioner guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, telefon raqamlar ro'yxati, tibbiy hujjatlarning asosiy nusxalari, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, bank kartasi rekvizitlari, kommunal to'lov shartnomalari nusxasi bo'lsin. Asl hujjatlarni hamma joyga olib yurish shart bo'lmagan holatlar bor. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat yoningizda bo'lgani yaxshi. Ikkinchi qadam, boradigan joyingizga oldindan qo'ng'iroq qiling. Masalan, shifoxonaga bormoqchi bo'lsangiz, qabul vaqti, qaysi eshikdan kirish, yo'llanma kerakmi? Tahlil natijalari kerakmi? Hamroh kirishi mumkinmi? Shularni so'rang. Davlat idorasiga borsangiz, qabul kuni va soatini navbat olish tartibini bilib oling. Bankka borsangiz, qaysi filialda kerakli xizmat borligini aniqlang. Chunki pensioner uchun eng og'ir eshikma-eshik yurish va bekorga navbat kutish. 3-qadam, agar salomatligingiz imkon bermasa, hamroh bilan boring. Lekin hamroh ham hujjat masalasini tushunsin. Agar u sizning nomingizdan ariza topshirsa, ayrim hollarda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun men onamning o'rniga kelgandim deb borgan odam oldindan qaysi xizmatga ishonchnoma kerakligini aniqlashtirsin. 4-qadam, ariza yozishni biling. Agar sizni asossiz qaytarishsa, oddiy shaxta ariza yozishingiz mumkin. Masalan, men falonchi bugun falon sanada falon muassasaga falon masala bo'yicha murojaat qildim. Meni kirish joyida falon sabab bilan qabul qilishmadi. Murojaatimni ko'rib chiqishingizni va yozma javob berishingizni so'rayman. Arizada sana, telefon raqami, imzo bo'lishi kerak. 2 nusxa qiling, bittasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirasiz. 5-qadam, mening yoshim sabab kiritishmadi degan holat bo'lsa, dalil yig'ing. Albatta janjal qilmang, baqirmang, eshik oldida nizoni kuchaytirmang. Xotirjam so'rang. Iltimos, bu talab yozma qayerda ko'rsatilgan? Agar davrda e'lon bo'lsa, uni o'qib chiqing. Agar faqat pensionerlar kirmaydi degan yozuv bo'lsa, bu juda shubhali. Chunki cheklov odatda yoshga emas, xavfsizlik, sanitariya. Ruxsatnoma yoki xizmat tartibiga bog'liq bo'lishi kerak. 6-qadam, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Muassasa rahbariyati, tuman bo'limi, tegishli vazirlikning ishonch telefoni, xalq qabulxonasi yoki elektron murojaat tizimlari orqali shikoyat berish mumkin. Shikoyatda hissiyot emas, fakt yoziladi. Qachon, qayerda, kim, nima dedi? Siz qanday xizmat so'radingiz? Sizda qanday hujjat bor edi? Natijada nima bo'ldi? Fakt aniq bo'lsa, masala tezroq hal bo'ladi. 7-qadam, raqamli xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Bugun ko'p hujjatlarni onlayn olish, navbatga yozilish, ma'lumotnoma yuklab olish. Kommunal to'lovlarni tekshirish mumkin. Agar pensionerning o'zi telefondan qiynalsa, farzandlari yordam bersin. Lekin yana eslataman, SMS kod, bank paroli, karta PIN kodi hech kimga aytilmaydi. Farzand yordam bersa ham. Pensioner o'zi tushungan holda rozilik bersin. 8-qadam, tibbiy holatda alohida ehtiyot bo'ling.
Agar pensioner diabet, yurak kasalligi, qon bosimi yoki harakatlanish qiyinligi bilan qiynalsa, uzoq navbatda turish xavfli. Bunday odamlar oldindan qabulga yozilsin, dori darmonini olib yursin, suv olib yursin, zarur bo'lsa nogironlik aravachasi yoki hamroh so'rasin. Muassasaga kirishda men uzoq turib qola olmayman. Menga o'tirish joyi yoki tezroq maslahat kerak deb madaniyat bilan aytish kerak. Ko'p joylarda bunday yordam beriladi. 9-qadam muassasa xodimlari bilan to'g'ri muloqot qiling. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Muammoning yarmi qo'pol gapdan chiqadi. Qorovul ham o'z ishini qilyapti, pensioner ham o'z haqini talab qilyapti. Agar boshidan siz kimsiz meni to'xtatadigan deb boshlansa, vaziyat og'irlashadi, yaxshisi. Men falon masala bilan keldim. Qaysi tartib bo'yicha kiraman, yordam bering deyish. Shu gap ko'p eshikni ochadi. 10-qadam farzandlar ota-onasini yolg'iz tashlab qo'ymasligi kerak. Pensioner odam ba'zan yangi tartibni tushunmasligi mumkin. Elektron navbat, QR kod, onlayn yozilish, plastik karta, biometrik tasdiqlash kabi narsalar unga qiyin tuyuladi. Farzandlar bir marta vaqt ajratib, qaysi idoraga qanday borishni, qaysi hujjat kerakligini, kimga qo'ng'iroq qilishni yozib bersa, keyingi safar ota-ona sarson bo'lmaydi. Agar sizni xizmat olish huquqingiz bo'lgan joydan faqat yoshingiz sababli qaytarishsa, bu holatga befarq bo'lmang. Masalan, poliklinika biz pensionerlarni qabul qilmaymiz desa, bank pensionerlarga xizmat yo'q desa, davlat idorasi keksalar kirmaydi desa, bunday gap rasmiy asosga ega bo'lishi qiyin. Har bir cheklovning sababi, muddati, tartibi va muqobil yo'li bo'lishi kerak. Agar sanitariya cheklovi bo'lsa, muassasa boshqa yo'l taklif qilishi kerak. Telefon orqali ma'lumot, hujjatni qabulxonada qoldirish, hamshira orqali buyum berish, onlayn qabul, belgilangan tashrif vaqti. Agar xavfsizlik cheklovi bo'lsa, ma'lumotxona yoki qabul bo'limi orqali masala hal qilinishi kerak. Ya'ni kirish mumkin emas degani sizning murojaatingiz umuman ko'rilmaydi degani emas. Kim xavotir olmasligi kerak? Hujjati joyida bo'lgan, qabul tartibiga amal qiladigan, maqsadi aniq bo'lgan pensionerlar vahimaga tushmasin. Sizning huquqingiz bor. Faqat endi ko'p joylarda avvalgidek tanish orqali ichkariga kirib ketish davri kamayib boryapti. Bu aslida yomon emas. Tartib bo'lsa korrupsiya kamayadi, navbat adolatli bo'ladi, xodimlar ham, fuqarolar ham himoyalanadi. Aziz tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, pensionerlarni hamma joyga kiritmaslik haqida umumiy qoida bor deb vahima qilish kerak emas. Lekin ayrim muassasalarda kirish tartibi kuchaygani, ruxsatnoma, navbat, hujjat, sanitariya va xavfsizlik talablari borligi haqiqat. Pensioner bo'lish xizmatdan mahrum bo'lish degani emas. Ammo har bir muassasaning belgilangan tartibiga amal qilish kerak. Agar sizni eshikdan qaytarishsa, avvalo sababini so'rang, yozma asos talab qiling, ariza qoldiring, yug'ori tashkilotga murojaat qiling. Hujjatlaringizni tayyorlab yuring, oldindan qo'ng'iroq qiling. Kerak bo'lsa hamroh bilan boring va hech qachon firibgarlarga ishonmang. Sizning hududingizda pensionerlarni qaysi muassasada qaytarishgan yoki qaysi joyda tartib tushunarli emas? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bir odamning xabardorligi butun oilani sarsonlikdan saqlab qolishi mumkin.